Bugungi kunda har bir xalqning kelajagi, uning taraqqiyoti va nufuzi avvalo yosh avlodning ma'rifatli bo'lishiga bog'liq. Ma'rifatli yoshlar bilimli, tafakkuri keng, vatanparvar va zamonaviy fikrlaydigan insondir. Shunday yoshlar millatning faxri, elning umidi sanaladi. Har qanday davlatning ertangi kuni, kelajagi bugungi yoshlarga ularning bilim va tafakkuriga, ilmiy salohiyatlariga har jihatdan bog'liqdir. Bir so'z bilan aytganda, mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlar, yangilanishlarda faol qatnashayotgan, o'z tajribalaridan o'tkazib kelayotgan yoshlar bu yangi O'zbekiston millat faxridir. Ma'rifatli yoshlar jamiyatning ijobiy o'zgarishlar qiluvchi kuchdir. Ular ilm, fan, texnologiya, san'at, madaniyat kabi sohalarda yurt nufuzini oshiradi. Bilim va tafakkur bilan qurollangan yoshlar har qanday qiyinchiliklarni yenga oladi. Vatan ravnaqi uchun jon kuydiradi. Bugungi kunda O'zbekiston yoshlari uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Maktab va oliy ta'lim muassasalarida sifatli ta'lim olish, xorijda o'qish, ilmiy loyihalarda qatnashish imkoniyatlari mavjud. Shular orqali yoshlar o'z salohiyatini namoyon etib, millat faxriga aylanmoqda. Umuman yoshlarning ma'naviy axloqiy kamol toptirish, ma'rifatli qilish, ularni ertaga butun shaxs bo'lib yetishlari yo'lida hali qilinadigan ishlar bisyordir. Ularning tizimli ravishda amalga oshirish, yutuqlar soni ko'paytirib, muammoli holatlarni kamaytirish, mutasaddilardan tortib o'zini mana shu yurt farzandiman degan har bir fuqaroning sharafli burchi desak, adashmagan bo'lamiz. Zero jannatmakon vatanimiz jamoli bugun kechagidan go'zalroq, xalqimiz turmushi ertaga bugungidan-da farovon va obod bo'lishi aynan shu borada qanchalik ter to'kishimiz, jon kuydirishimizga bog'liq. Xulosa qilib aytganda, ma'rifatli yoshlar bu millatning eng katta boyligi. Ularning har bir yurt istiqbolining bunyodkoridir. Shuning uchun har birimiz ilmga, ma'rifatga intilib, vatanimiz taraqqiyoti yo'lida fidokor bo'lishimiz kerak.